Qozog'istonning yangi konstitutsiyasi loyihasi e'lon qilindi. Asosiy qonun bo'yicha referendum 15-mart kuni bo'lib o'tadi. Agar u tasdiqlansa, 2026-yil 1-iyuldan kuchga kiradi. Qozog'istonda konstitutsiya matnining 84% ga tuzatishlar kiritildi. Yangi konstitutsiya prezidentlik muddatini 7 yil bir martalik etib belgiladi va vitse-prezident lavozimini joriy etadi. Konstitutsiya loyihasiga kiritilgan asosiy o'zgarishlar: Qozog'istonda 2 palatali parlament o'rniga yangi, kengaytirilgan vakolatlarga ega bo'lgan 1 palatali qurultoy paydo bo'ladi. Bunda deputatlar soni 145 nafar bo'ladi. Eslash joizki, Milliy kongress ma'nosini anglatuvchi qurultoy atamasi Chingizxon davrida qo'llanila boshlagan. Barcha musulmon mamlakatlardagi qonunchiliklar islom aqidasiga asoslanmagan. Bu mamlakatlar aholisining aksariyati musulmon bo'lishiga qaramay, ular bilan hech qanday aloqasi yo'q. Qozog'istonda aholining ham aksariyati musulmon, ammo Qozog'istonda davlat dunyoviy va demokratik ekanligi ta'kidlangan. Amaldagi konstitutsiya va umuman Qozog'istonning butun hukmron rejimi islom bilan hech qanday umumiylikka ega emas. Qonunning faqat ikkita kelib chiqishi manbai bor, uchinchisi mavjud emas. Yo u qonun chiqaruvchi parlament tomonidan o'rnatiladi, urf-odatlar va an'analarni manba sifatida qabul qiladi, yoki u insonlarning parvardigoridan keladi. Islom qonunchiligi qonun chiqarishlik Alloh taologa xos ekanligiga asoslanadi. Islom qonunchiligining hokimiyat manbai insoniyatning o'tmishi, hoziri va kelajagi to'g'risida mutlaq bilimga ega bo'lgan yaratguvchidir. Hukmronlik Allohdan boshqa hech kimning qo'lida bo'la olmaydi. Buyuk islom ummati konstitutsiyasi Allohning kitobi va uning payg'ambari sollallohu alayhi va sallam sunnatiga asoslanganida, u boshqa xalqlar orasida sharaf va hurmatning yuksak poydevorida bo'lgan edi. Unga itoat qilingan va bo'ysunilgan edi. Buyuk islom ummati butun dunyoga yaxshilik olib keldi va odamlarni kufr zulmatidan islom nuriga olib chiqdi. Ummat Allohning kitobi va uning rasuli sollallohu alayhi va sallam sunnatiga asoslangan konstitutsiya bilan boshqarilmaguncha avvalgi buyukligi va hukmronligini hech qachon qaytarib ola olmaydi.